Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Demak, IDS kitobi mavzulashtirilgan testlar to'plamini, yechimlarini qilishni boshlaymiz. Demak, birinchi mavzuyimiz natural sonlar va ular ustida amallar. Birinchi misolimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, amallar ketma-ketligi mana shu tartibda bajariladi. Demak, 24 ni 8 ga bo'lsak 3, uni 3 ga ko'paytirsak 9, demak 32 minus 9 bizda 23 degan javobga to'g'ri keladi. Ikkinchi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, hisoblang. Amallar ketma-ketligi bo'yicha qavsni bajarib olamiz. Keyin bo'lish amali va oxirida ayiruvni ishlashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, demak 6 kara 4 24 minus 22. Demak, qavs ichi 2 ga tengligi ma'lum. 32 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 16. Demak, 48 dan 16 ni ayirganimiz 32 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob varianti C. Keyingi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, birinchi va ikkinchi ko'paytuvchilardan 37 ni qavsni tashqariga olib chiqib ketsak, demak 54 plus 46. Uchinchi va to'rtinchi ko'paytuvchilardan 24 ni qavsni tashqariga olib chiqib ketsak, demak 54 plus 46. Qavs ichini yig'indisi demak 100 ga teng. 100 ni qavsni tashqariga olib chiqib ketsak, 37 plus 24. Demak, bu 61 ko'paytiruv 100 ga to'g'ri keladi. Bizda to'g'ri javob varianti D javob 6/100. Navbatdagi misol tahliliga o'tamiz. Demak, birinchi va ikkinchi ko'paytuvchidan 19 ni qavsni tashqariga olib chiqib ketsak, demak 38 minus 30 minus 8 kara 13. Demak, qavs ichini ayirma 8 ga teng va 8 ni qavsni tashqariga olib chiqib ketsak, 19 minus 13. Demak, 8 kara 6 48 ga tengligi ma'lum. A javob varianti. Beshinchi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, 120 betdan o'qib, kitobni 8 kunda o'qib tugatadi. Xo'p, agar bu kitobni 6 kunda o'qib tugatishni xohlasa, kuniga necha betdan o'qishi kerak? Demak, kitobni umumiy betlar sonini topib olamiz. Demak, 8 kara 120 960 ga teng bo'ladi. Endi mana shu 960 betlik kitobni 6 kunda tugatish uchun 960 ni 6 ga bo'lib yuboramiz. Demak, 1, 6 va 0. To'g'ri javob variantimiz C. 6-chi misolimiz tahliliga o'tamiz. 43 va 92 orasida nechta natural son bor degan savolimiz. Demak, bu tipdagi masalalarni 92 minus 43 plus 1 ko'rinishda yechimini qilamiz. Ayirma demak 49 ga teng, 1 ni qo'shib qo'ysak 50 degan javobga erishamiz. 7-chi misol tahliliga o'tamiz. Demak, 12 va 16 sonlar ko'paytmasiga teng bo'lishi uchun ikki sondan qanday sonni ayirish kerak? 12 kara 16 ni 200 minus x ga tenglashtiramiz. Demak, ko'paytmamiz bizda 192 ga teng bo'ladi. Bundan x ni topib qo'yadigan bo'lsak, 8 ga tengligi kelib chiqadi. B javob varianti. Navbatdagi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, 24 dan n tasini yig'indisi 1200 ga teng. n ta 24 qatnashayotgan bo'lsa, n ning qiymatini toping. Demak, 24 ta n ni yig'indisi 1200 ga teng. N ning qiymati demak 50 ga tengligi kelib chiqadi. C javob varianti. Keyin navbatdagi 9-chi misol tahliliga o'tamiz. Demak, 4 xonali son hosil qilishimiz kerak ekan va mana shu eng kichik bo'lishi kerak. Ya'ni eng kichik 4 xonali son. Birinchi xonamizga demak 1 ni olamiz, ikkinchi xonaga 0, 2 va 3. Demak, bularning yig'indisi
6 ga teng. Navbatdagi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, ko'paytma 3 ta natural son qatnashmoqda. Agar birinchi va ikkinchi ko'paytuvchi 6 marta orttirilib, uchinchi ko'paytuvchi 3 marta kamaytirilsa, ko'paytma qanday o'zgaradi? Demak, ko'paytmamiz A, B, C 3 ta ko'paytma qatnashmoqda. Birinchi va ikkinchisi, ya'ni A va B ni 6 marta oshiramiz. Uchinchi ko'paytuvchini esa 3 marta kamaytiramiz. Endi mana shu ko'paytmani hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 12 A, B, C hosil bo'ladi. Demak, bundan xulosa ko'paytma 12 marta ortadi. Navbatdagi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, mana shu 7 xonali sondan 3 ta raqam shunday o'chirildiki, natijada eng katta son hosil bo'ldi. O'chirilgan raqamlar yig'indisini toping. Demak, 9, 5, 82, 43 va 6. Demak, eng katta son hosil qilishimiz uchun birinchi va ikkinchi xonadagi sonlar eng katta bo'lishi kerak. Demak, mana shuni hisobga olgan holda 5 ni o'chiramiz. Endi xo'sh, uchinchi xonamizdagi son eng katta bo'lishi uchun 2 ni o'chirib tashlaymiz. Xo'sh, 1, 2, 3 va 4-chi xonamizdagi son eng katta bo'lishi uchun 3 ni o'chirib tashlashimizga to'g'ri keladi. Demak, 5, 2 va 3 larni o'chirib tashlaganimizda bizda eng katta son hosil bo'ladi. 9846. O'chirilgan raqamlarning yig'indisi demak 10 ga teng bo'ladi. Navbatdagi misolimiz tahlili 11 million 15 ming 20 sonining o'nli yozuvida nechta 0 ishtirok etadi? 1, 2, 3. Demak, to'g'ri javob varianti B. Navbatdagi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, A va B raqamlari uchun yig'indisi 11 bo'lsa, ko'paytmaning eng katta qiymatini toping. Demak, A plus B teng 11. Bu juftlik bo'lishi mumkin 1 va 10, 2 va 9, 3 va 8, 4 va 7. Bundan tashqari 5 va 6 ko'rinishda bo'lishi mumkin. Endi mana shu juftliklarning yig'indisini eng katta ko'rinishini topishimiz kerak. Demak, 10 ko'paytmasi 18, ko'paytmasi 24, ko'paytma 28 ga teng va ko'paytma 30 ga teng. Demak, A va B sonlarini 5 va 6 ko'rinishda tanlasak, eng katta qiymatga ega bo'lamiz. Demak, eng katta qiymati 30 ga teng bo'ladi. Navbatdagi misolimiz tahliliga o'tamiz. Demak, A, B natural sonlar uchun A, B 15 ga, B 21 ga teng bo'lsa, yig'indining eng kichik qiymatini toping. Demak, yig'indi eng kichkina bo'lishi kerak. Xo'p, demak, A va B lar uchun eng kichik qiymatini topishimiz kerak bo'lsa, bu holatda demak 1 kara 15, 3 kara 5 ko'rinishda bo'lishi mumkin. Endi B va C lar uchun juftliklarimiz demak bo'lishi mumkin 1 va 21, 3 va 7. Demak, AB uchun 3 va 5, BC uchun 3 va 7 juftliklarini oladigan bo'lsak, yig'indimiz eng kichkina bo'ladi. Demak, 10 5 ga teng bo'ladi. 3 plus 5 plus 7 ning qiymati. To'g'ri javob variantimiz B. Navbatdagi misolimiz tahliliga o'tamiz. 3
va 7 raqamlaridan foydalanib yozilgan ikki xonali sonlar yig'indisini toping. Demak, 3 va 7 raqamlaridan foydalanib biza 37, 73, 77, 33 sonlarini hosil qilishimiz mumkin va bularni yig'indisini hisoblasak 220 degan javobga erishamiz. Navbatdagi misolimiz tahlili ABC bir-biridan farqli raqamlar uchun yig'indining eng katta qiymatini toping. Demak, 3 ta raqam bir-biridan farqli. Eng katta bo'lish uchun eng katta raqamlarni tanlab olamiz. Demak, yig'indimiz 24 ga teng bo'ladi. Navbatdagi misolimiz tahlili 2 va 2, 7, 8 sonlar yordamida ularni takrorlamasdan nechta turli ikki xonali son yozish mumkin? Xo'p, demak, takrorlamasdan 2, 7, 2, 8, 7, 2, 7, 8, 8, 2, 8, 7. Demak, 6 ta ikki xonali son yozishimiz mumkin ekan takrorlamasdan. Navbatdagi misolimiz tahlili 3 kg mevaning narxi 24 ming, 8 kg mevaning narxi qancha? Demak, buning uchun 1 kilo mevaning narxini topib olishimiz kerak. Demak, 24 mingni 3 ga bo'lib yuboramiz. 8 ming. 8 kilogramni qiymatini topish uchun 8 ming ko'paytirilgan 8. Demak, 64 ming degan javobga to'g'ri keladi 18-chi misolimiz. Navbatdagi misolimiz tahlili bitta qopga 40 kilogramm kartoshka sig'adi. 290 kilogramm kartoshka uchun eng kamida nechta qop ishlatish kerak? Demak, 290 ni 40 ga bo'lib yuboramiz. Bunda 7 va qoldig'imiz 10 ga teng bo'ladi. Demak, jami 40 kilogramdan solganimizda 7 ta qop to'lib qoladi va 10 kilogramni solish uchun yana bitta qop kerak bo'ladi. Demak, 7 plus 1 kamida 8 ta qop ishlatishimiz kerak bo'ladi. Navbatdagi misolimiz tahlili 40 soni dastlab 5 marta orttirildi. Demak, 40 soni 5 marta orttirildi. Keyin esa 80 ga orttirildi. Demak, 80 ga orttirildi. Hosil bo'lgan son dastlabkisidan necha marta ortiq? Demak, mana bu chiqqan natijani hisoblasak 280 ga teng. Endi 280 40 dan necha marta katta ekanligini topish uchun 40 ga bo'lib yuboramiz. Natijada 7 degan javob kelib chiqadi. Shu bilan natural sonlar va ular ustida amallar mavzusiga doir birinchi qism misollari yakuniga yetdi. Siz bilan repetitor Rasulov bo'ldi.